Assalomu alaykum подписчиlar. Mana bugungi ishimiz nihoyasiga yetdi. Tipli pol ataplaynalarimiz 60 gradusda o'zi mana isishni boshladi inshaalloh. Mana bitta radiatorimiz, xonaponni tipli pol. Bu cho'tchigimiz kuxna mebel orqasida qolib ketadi. Bu tualet. Bitta sushilka. Hap turuna video qilay. Dekorativ radiatorlarimiz o'rnada. Mana Muhammad Yusufxon. Installatsiyalarimiz o'rnada. Radiatorlarimiz o'rnagan holati. Yerlar ham yo'q, tipli pol. Bu yerda ham bitta radiatorimiz. Bu yerda ham yer polni tipli pol. Besarligiga e'tibor bermaysizlar.